Mesopotamiya so'zi bu ikki daryo oralig'i degan ma'noni bildiradi. Ya'ni qaysi daryolar bo'lsa, bu Dajla va Firot oralig'idagi daryolar. Aynan Mesopotamiyadagi ikkita manzilgoh bor, bu Shumer manzilgohlari. Bu Mesopotamiyaning janubida joylashgan, Akkadlar esa shimolda joylashgan. Aynan Mesopotamiyada ikki xil mahsulot keng rivojlangan. Bu mahsulotlar, ya'ni tanqis bo'lgan. Bular yog'och va metall. Ya'ni unday mahsulotlar bo'lmagan. Endi biz aynan Mesopotamiyada yana bir e'tibor qiladigan tomonimiz, xo'sh, hozir biroz kitobni o'girib olay. Yana ham kattalashtirdim. Don mo'l-ko'l yetishtirilgan, chorva mollari ham juda ko'p bo'lgan. Shuning uchun Mesopotamiya aholisi asosan savdo-sotiq bilan shug'ullangan. Va uning ikkita eng yaqin qo'shnisi bu Kavkaz orti va Eron hududlari bo'lgan. Ular donga ayirboshlab oltin, mis, kumush, qalay va noyob toshlarni keltirishgan. E'tibor bersalar, yodlash shart emas deb keltirib o'tilgan. Yodlash shart emas degani bu ma'lumotni bilsanglar bo'ldi, tushunish kerak. Undan tashqari metall buyumlar, zeb-ziynat buyumlari, qurol-yarog' va kulolchilik buyumlari ayniqsa qadrlangan. Va undan tashqari savdo-sotiqda pul o'rnida kumush quymasi ishlatilgan. Va bu Mesopotamiyada bu kumush qiymasining og'irligi 550 gram bo'lib, uning nomi Mino bo'lgan. Demak, miloddan avvalgi 4-mingillikda Shumer manzilgohlari jahondagi eng qadimgi yozuvni ixtiro qilgandan so'ng Shumer manzilgohlari paydo bo'ladi. Shumerliklar uchi o'tkirlangan tayoqchalar bilan loy taxtachalariga mixxatni, ya'ni mixxat so'zi o'sha o'yib yozishni ixtiro qilgan. Shumerliklar bilimdon va tajribali quruvchi va hunarmand hisoblanadi. Bu narsani unutmanglar. Va bizga eng kerakli ma'lumotlardan yana biri bu Mesopotamiyaning 4 ta yirik shahri. Ya'ni Uruk, Umma, Lagash, Ur. Bu shaharlar asosiy shaharlar hisoblanadi. Demak, davom etamiz. Mesopotamiya xudolariga o'tamiz. Mesopotamiya xudolari. Xo'sh, bizda mavzumizda Mesopotamiya xudolaridan kimlar keltirib o'tilyapti? 4 ta xudo keltirib o'tilyapti. Birinchi xudo Quyosh xudosi, ya'ni bu alohida ehtiromga sazovor bo'lgan iloh, oliy hakam, yovuzlar ishlar uchun odamlarni sud qilgan. Aynan endi Mesopotamiyadagi Quyosh xudosini biz o'z-o'zidan Misrdagi Amon-Raga tenglashtiramiz. Demak, Mesopotamiyada Quyosh xudosi Shamash, Misrda Amon va Ra. Endi odamlarni sud qilgan bo'lsa, bu Mesopotamiyada Shamash, Misrda Osiris. Eslaringda bo'lsa. Keyingisi xudoga o'tamiz. Sina, Shumerliklarda oy xudosi hisoblanadi. Eslaringda bo'lsa Tot, oy va donishmandlik xudosi. Eslaringda bormi? Tabobat, oy, donishmandlik xudosi Tot edi Misrda. Demak, bir-biriga taqqoslab ketaveramiz. Sina oy xudosi, Misrda esa bu Tot. Iya suv xudosi. Misrda biz bilsak suv xudosi deb Hapini olamiz, ya'ni Nil daryosining himoyachisi, ya'ni Misrdagi hayotning birlamchi manbai va posboni hisoblanadi. Keyingisi Ishtar, hosildorlik, sevgi, urush, g'alaba xudosi. Buni bizlar Hathor bor, eslaringda bo'lsa. Shu tariqa Mesopotamiyada 4 ta xudo keltirilgan: Shamash Quyosh xudosi, Sina oy xudosi, Iya suv xudosi, Ishtar hosildorlik, sevgi, urush, g'alaba xudosi. O'zingizda ustoz bu yerda oliy xudo kim desa, bu Shamash bo'ladi. Tushundinglar-a? Davom etamiz. Demak, mana bu yerda keltirib o'tilgan asosiy ma'lumotlarimiz bor. Biroz sizlarga ko'rinmayapti bu. Mana endi yaxshi ko'rindi. Demak, Mesopotamiya tarixiy shaxslari. Bular kimlar? Xo'p, birinchi o'rinda Gilgameshga to'xtalib o'taman. Gilgamesh hikoyasini 6-sinf 2017 va 6-sinf 2022-yilgi darsliklarda ko'rib o'tsak bo'ladi. Gilgamesh hikoyasi bu Uruk shahrining podshosi bo'lib, rivoyatlarda aytilishicha Gilgamesh do'sti Inkudini ma'budlar o'ldiradi-da. Gilgamesh bilan do'sti Inkudu birinchi yovuz maxluqotlarni o'ldiradi. Shundan keyin ma'budlar Inkudini jazolab, uni ruhini oladi, ya'ni jonini oladi. Keyin esa Gilgamesh umrboqiy giyohni izlab yo'lga tushadi va uni dengiz tubidan topadi, lekin qaytayotganda Gilgamesh daryoga tushib cho'milayotgan vaqtida ilon uni o'g'irlab ketadi va ilon o'shandan beri har yili po'st tashlaydi va yosharib turadi deydi. Va bu biroz haqiqatga mosroq, chunki biz ilonni po'st tashlaganini ko'pchiligimiz ko'rganmiz.
Gilgamesh esa uyiga qaytib keladi va ikkita narsani tushunib yetadi. Sizlarga tushunadigan joyi. Jonajon shahar devorlari uni himoya etadi, ezgu ishlari esa uni umrboqiy qiladi. Va ana shu narsa ikkita narsani tushunib yetadi. Va undan tashqari Enkidu Gilgameshning pahlavon do'sti haqida keltirib o'tilgan. O'zi Gilgameshni eslasanglar tug'iladi, bobosiga rivoyat qilinadi, ya'ni sening nevarang, ya'ni Gilgamesh seni taxtingga egallaydi deganda bobosi uni qoyadan uloqtirishga buyruq beradi. U qoyadan uloqtiriladi va uni burgut tutib olib borib bog'bonga beradi. Bog'bon uni katta qiladi, ya'ni o'stiradi va keyinchalik u bobosi o'tganman. Dajjal Fronteralar bolalar bir daqiqa davom Dajjal va Frot oralig'idagi vodiyda yunonlar Mesopotamiya deb nomlashgan. Ya'ni Mesopotamiya so'zi yunonlar tomonidan berilgan nom, uning ma'nosi ikki daryo oralig'i degan ma'noni anglatadi. Va Shumel mixati dastlab suv va quyosh boshqa alohida so'zlarni anglatgan rasmlardan iborat bo'lgan. Buni biz hierogliflar desak ham bo'ladi. Xo'sh, davom etamiz. Xo'p, demak Mesopotamiyani birozgina joyi bor. Mesopotamiyada ikkita rivoyat vujudga kelgan. Bu birinchisi o'sha olam haqidagi birinchi odam ota va momo Havo, keyin yer yuzini to'fon, ya'ni dunyoni suv bosishi keltirib o'tilgan. Va undan tashqari Bobil minorasi, ya'ni Pebregel rasmi 1563-yilda bu Mesopotamiyada vujudga kelgan rasm hisoblanadi. Va mana bu Bobil minorasi Pebregel rasmi sertifikat savolida tushib bergan. U kuni adashmasam offline darsini ham oldim. Mana shu testda bor edi, eslaringizda bo'lsa. Davom etamiz. Mesopotamiya. Endi mana bu davlat biroz bizlarni qiynaydi. Chunki bu davlat umuman bu rasmda sizlar hozir Ossuriya davlatlarini, Old Osiyo mamlakatlarini ko'rib turibsizlar. Miloddan 2000-yillikda Old Osiyoda vujudga kelgan davlatlar keltirib o'tilyapti. Xo'p, bu davlatlar qaysi davlatlar? Birinchi o'rinda Ossuriya, Xet, Mitanni, Urartu va Finikiya. Ossuriya davlati hozirgi qayerga to'g'ri keladi? Dajjal va Frot daryolarining yuqori oqimida kichik hududni, ya'ni hozirgi Iroq hududida to'g'ri vujudga kelgan davlat. Bu davlatda dastlabki poytaxti Oshur, keyin esa Ninive hisoblanadi. Va aholisining asosiy mashg'ulotlari Ossuriya dehqonchilik va savdo-sotiq bilan shug'ullanishgan va ular jangari xalq bo'lishgan. Ossuriyaliklarning tugatilishiga asosiy sabab bu Bobil va Mediyaning birlashuvi bo'ladi. Ya'ni Bobil va Mediya birlashadi va Ossuriyaga zarba beradi. Miloddan 605-yilda Ossuriya davlatini tugatilib yakunlashadi. Ossuriya davlati yakunlandi va yana bitta Ossuriya haqida ma'lumot bor. Sherlar darasi deydi, bu eslaringda tutinglar, Oshurni. Chunki barcha egallangan mahsulotlar Oshurga olib kelingan. Va yana bitta ma'lumot, Oshur Banapal davrida Niniveda ulkan kutubxona yaratilgan. Va u Oshur Banapal davrida sopol taxtachalardan iborat ulkan kutubxona bo'lgan. Endi biz Xet davlatiga o'tamiz. Xet davlati miloddan avvalgi 18-asrda vujudga kelgan. Xet davlatiga asos solgan xetlar hozirgi Kichik Osiyo, ya'ni Turkiya hududiga to'g'ri keladi. Bolalar xaritalar bilan ko'proq ishlashimiz kerak. Kichik Osiyo yarim oroli, Apenian yarim oroli, Pireneya yarim oroli bor. Endi xetlarning poytaxti hozirgi kunda Hattusa. Aholisining asosiy mashg'uloti esa dehqonchilik va chorvachilik hisoblanadi. Xetlar qo'shni mamlakatlar bilan doim urush olib borgan. Ayniqsa xetlar va mitanliklar juda ko'p bora to'qnash kelishgan va ular jangda jangovar aravalar va uchli nayzalardan foydalanishgan.
Xetlar esa tarixda noma'lum xalqlar bo'lgan dengiz xalqlari tomonidan egallangan. Ketdik. Keyingi davlat Mitanni davlati. Mitanni hozirgi Suriya hududiga to'g'ri keladi. Mitanni davlatining poytaxti keltirilmagan. Ular ham urushda ko'plab qatnashganligi uchun faqat urushda foydalangan narsalari, ya'ni otliq qo'shindan foydalangani keltirilgan. Endi biz O'rta Osiyo mamlakatlarining eng mashhuri Urartu davlati. Hozirgi Kavkaz orti, Turkiyaning sharqiy qismi hamda Armaniston hududlarida vujudga kelgan. Va eslab qolinglar, e'tibor beringlar. Demak, Turkiyada ikkita davlat vujudga kelgan. Suriya va Urartu davlatlari. Endi aynan Urartu davlati miloddan oldingi 9-8-asrda eng rivojlangan davlat hisoblanadi. Poytaxti Tushpa shahri bo'ladi. Aholisini esa Urartlar deyishgan. Xo'sh, davom etamiz. Ostroyaklar bilan Urartlar qo'shini tormor etadi, ya'ni Ostroyaklar qo'shini Urartlar qo'shini tormor etib, Tishibayini degan shahri bor. Demak, Urar davlati ikkita shahri keltirilgan. Tishibayini va Tushpa. Tushpa bu Ostroya davlatining poytaxti. Tishibayini Skiv qabilalari tomonidan ishg'ol etilgan shahar. Va shu bilan birgalikda Urar davlati keyinchalik Midiya tomonidan bosib olinadi. Nimaga e'tibor qilasizlar bolalar? Bu davlatlarni o'qiyotganda hududi tushadi sizlarga. Rivojlangan asri tushadi va ko'proq qaysi davlat tomonidan tugatilganligi tushadi. Xo'sh, demak, davom etamiz. Xo'sh. Urar davlatidagi Finikiya davlati. Finikiya davlati O'rta Yer dengizining sharqiy qirg'og'i bo'lib, hozirgi Livan hududi va Suriyaning bir qismida vujudga kelgan davlat hisoblanadi. Demak, Suriyada ham ikkita davlat vujudga kelgan. Demak, bu Mitanni va Finikiya. Finikiyaliklarning asosiy savdo-sotiq bo'lgan sohasi, ular qo'shnilarga yog'och, metall, gazlama sotgan. Undan tashqari shaharlari, ya'ni O'rta Yer dengizidagi 3 ta yirik shahri, Ter, Sidon, Ugarit shaharlari juda katta savdo-sotiq markazlari hisoblangan va undan tashqari 10-asrda, miloddan 10-asrda 22 kundosh harfdan iborat alifbo yaratadi va keyinchalik miloddan 8-asrda Yunonlar uni o'zlashtiradi. Ya'ni 22 ta undosh harf bo'ladi. Keyinchalik ular 2 ta harf, unli harf qo'shadi, 24 ta harfga aylantirib qo'yadi. Ammo keyinchalik bu alifbo yo'qolib ketgan va miloddan 11-asrda Falastin hududida Isroil podshohligi vujudga keladi va keyinchalik u yahudiylar podshohligi bilan birlashadi va yahudiylarni birinchi qo'yish tarixda Bobil tomonidan amalga oshiriladi va bobilliklar yahudiylarni quvib chiqaradi. Keyinchalik esa bu yahudiylar, eslaringizda tutinglar, bizning hududlarimizga ham kelib qolgan deyiladi. Keyin Sosoniylar hududiga o'tadi, keyin Buxoro, Samarqand hududiga o'tadi. Va endi biz Yahudiylar muqaddas kitobiga ham to'xtalib o'tamiz. Bu Bibliya. Bibliya so'zining ma'nosi kitob degan ma'noni anglatadi va Bibliyada nima keltirilgan? Yer yuzidagi ilk odamlar, odamota va momo keltirilgan. Va shu tariqa shu voqealar asosida amalga oshiriladi. Xo'p, endi keyingi mavzuga o'tamiz. Ovozim yaxshi bo'layotgan degan umiddaman. Men o'zimman chapga ham qaramasdan ketyapman hozir. Xo'sh, faqat tushuntirishini olib qolyapman. Demak, savollar kelibdi. Savollarni oxirida javob beramiz bolalar. Savollarga oxirida javob beramiz. Hozir ovoz qanday? Ovoz qanday bo'lyapti bolalar? Hammaga tushunarli bo'lyaptimi? Ovozim yetyaptimi? Xo'sh.
Demak, davom etamiz. Xo'sh, endi biz qaysi davlatga e'tiborimizni qaratamiz? Ahamoniylar davlatiga e'tiborimizni qaratamiz. Ahamoniylar davlati. Ahamoniylar davlatining vujudga kelishidan oldin biz Eronda qanday vaziyat edi? O'zi Eronda miloddan avvalgi 3-ming-yillikda birinchi Eronda vujudga kelgan davlat bu Elam davlati. Ertasilarga savol tushadi. Eron hududida birinchi vujudga kelgan davlatning poytaxti qaysi shahar bo'lgan deydi. Misol uchun testda. Bu Elam davlati. Elam miloddan avvalgi 3-ming-yillikda vujudga kelgan va u Eronning janubi-g'arbiy qismida joylashgan. Va aynan Elam davlati ikkita joyda ko'rganman, sertifikat savollarda. Birinchisi xaritada tushgan. Ikkinchisi esa aynan poytaxti qayerda tushgan. Elam davlatining poytaxti Suza. Kecha eslaringda bo'lsa, Suza ipotanaga to'xtalib o'tgandim. Va aynan Suzani keyinchalik Fors podshohligi, ya'ni Ahamoniylar o'z davlatiga qo'shib oladi. Endi Elam davlatidan keyingi davlat bu Midiya. Midiya bu Kaspiy dengizining janubi-g'arbida joylashgan, miloddan avvalgi 8-asrda vujudga kelgan deyiladi ba'zi manbalarda. Endi miloddan avvalgi 7-asrda Midiya o'z ravnaqining cho'qqisiga erishadi, ya'ni kimning davrida desa, Kiyeksar hukmronligi davrida. Davom etamiz. Fors ko'rfaziga to'xtalgandim. Fors ko'rfazi bu Eronning janubida joylashgan hudud hisoblanadi. Fors ko'rfazi sizlarga savollik tushishi mumkin. Fors viloyati yoki Fors ko'rfazi tushadi yoki Amir Temurning qaysi o'g'liga aynan berilgan hudud Eronning janubiga to'g'ri keladi deydi. Yoki aynan Eronning janubini toping deydi. Bu demak bu Fors viloyati hisoblanadi. Demak, Ahamoniylardan Kirikki 558-yilda Ahamoniylar davlatiga asos soladi, 530-yilgacha hukmronlik qiladi. U dastlab Midiyani bo'ysundiradi. Midiyani bo'ysundirgandan so'ng aynan juda katta qo'shin to'playdi va undan keyin Lidiya, Armaniston, Bobil hududlarini zabt etadi. Va forslar to'g'ridan-to'g'ri O'rta Yer dengiziga chiqadi. Va O'rta Yer dengizidan keyin Falastin va Finikiya hududlarini bo'ysundiradi. Bu Kirikkining bosqinchilik siyosati yurishlari, tugatiladi va Kambiz II tomonidan Misr zabt etiladi. Miloddan 525. Eslab qolinglar, Kirikkining o'g'li bu Kambiz II. Lekin Kambiz IIning o'g'li Dorobir emas. Dorobir bu Ahamoniylar davlatida suloladan kirmaydi. U Sarkarda bo'lgan. Lekin aynan nima uchun Ahamoniylarda davom ettirib ketgan deydigan bo'lsak, bunga asosiy sabab Ahamoniylar sulolasining nomini qoldirgan. Dorobir miloddan avvalgi 522-yil taxtga chiqadi. 486-yillarda hukmronlik qilgan. Va u dastlab Qora dengiz bo'yidagi yashovchi skiflar ustiga yurish qiladi. Skiflar ba'zi manbalarda saklar ham deb keltiriladi. Va bizgacha skiflar hozir ikkita joyda uchradi. Xo'p, skiflar Bayni shahrini ishg'ol etardi. Bu Urartu davlatiga tegishli shahar. Va ikkinchisi aynan Ahamoniylardan Dorobir skiflar ustiga yurish qilganligi. Va keyinchalik 3-ma'lumotda saklarni skiflar deyishgan ham. Dorobir davrida Yunon-Fors urushlari ro'y beradi. Yunon-Fors urushlariga sabab bu Dorobirning Kichik Osiyoda Yunon koloniyalarini bosib olishi va Bolqon yarimoroli sharqidagi Finikiyani bosib olishi bo'ladi. Va uning davlati Hindistonning shimolidan O'rta dengizga qadar cho'zilgan hudud hisoblanadi. Va Dorobir oltin tangay zabt ettiradi. Buning nomi Darik. Va keyinchalik u Shoh yo'li degan savdo yo'lini barpo ettiradi. Ya'ni xuddi Buyuk Ipak yo'li singari, lekin bu Buyuk Ipak yo'lidan oldin vujudga kelgan. Bu yo'l Persipol shahridan O'rta Yer dengiziga qadar bo'lgan.
va keyinchalik qo'shinni qaytadan tuzadi va saltanatni satrapliklarga bo'ladi. Va shu tariqa Dorobir 486-yilda taxtdan ketadi, uning yurishini esa Kserks davom ettiradi. Endi bizga Kserks berib o'tilmagan, lekin Kserks faqat Yunon fors urushlarida keltiriladi. Endi biz Doro 3 ga to'xtalamiz. Doro 3 bu Ahomonilar sulolasining eng oxirgi vakili. Bolalar, yopiq savollarda ko'proq qanday narsalar tushyapti? Yopiq savollarda sulola nomi keltirilyapti birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda sulola asoschisi va sulolaning so'nggi vakili keltirilyapti. Endi Ahamoniylarning so'nggi vakili Doro 3 Makedon Aleksandr bilan Minotaur 330-yilda to'qnash keladi va yengiladi va Makedon Aleksandr fors davlatini bosib oladi. Doro 3ni Makedon Aleksandr o'ldirmagan, uni Baktriya satrapi Bes o'ldiradi. Va buni eshitgan Makedon Aleksandr Besni ta'qib qiladi, chunki mening raqibimni fitna oqibatida o'ldirding. Va shu tariqa 200 yil hukmronlik qilgan Ahamoniylar davlati, ya'ni Minotaur 558 va Minotaur 330-yilda hukm surgan Ahamoniylar davlati butunlay barham topadi. Ahamoniylar davlatining muhim savdo markazlarini keltirib o'tganman. Bu yerda qadimgi forslar madaniyati So'za va Ekbatana, keyin Persipol shahri, bu Kserks va Dorobirning yuz ustunli zali va undan tashqari Buyuqstin va Naqshirustam keltirilgan. Buyuqstin va Naqshirustam bu yerda naqshlar, ya'ni mixxat belgi yozuvlar bor. Tushunasizlarmi? O'sha narsalarni keltirib o'tganman. Endi biz qadimgi Hindistonga o'tamiz. Qadimgi Hindistonga o'tishdan oldin mana shu mavzu bo'yicha yaxshi tushunib ketyapsizlarmi? Men bitta kommentariyaga e'tibor qilay. Ovoz ozroq o'chdi orada. Dars yaxshi bo'lyaptimi? Kommentga yo'zaylik. Demak, yaxshi bo'lyapti degan umiddaman, chunki hozir ikkita uchta javob keldi. Xo'p, mok qilmayman. Hozir bitta narsa bo'ladi. Bu darsimizni tugatganimizdan keyin oz qoldi, ozroq mavzu qoldi. Test tahlil qilamiz. Ya'ni testlarni mana shu kommentariyada yozaman. Kommentariyada bombalatib test ishlaymiz. Tushunarlimi? Davom etamiz. Tezroq tugataylik, chunki vaqtimiz chegaralangan bolalar. Qadimgi Hindiston. Demak, qadimgi Hindistonda davlatlar miloddan 3-mingillikda Hind daryosi bo'yida vujudga kelgan va eng mashhur ikkita, ya'ni davlatlar bo'lib, bu narsani unutmanglar. Birinchi xohlagan joyda davlat vujudga kelayotganda, dastlab shahar davlat bo'ladi. Shahar davlat degani o'z bayrog'i, o'z gerbi, o'z qonuni bo'lmaydi. Va aynan birinchi Hindistondagi kichik davlatlar bu Mohenjo-daro va Harappa davlatlari, ya'ni shahar davlati hisoblanadi. Mohenjo-daro va Harappadan eng mashhuri bu Mohenjo-daro bo'ladi. Bunda mohir hunarmandlar bo'ladi. Va Hindistonning asosiy mashg'uloti dehqonchilik. Dehqonlar shakar qamishdan shakar olishgan, undan tashqari paxta yetishtirgan va fillarni qo'lga o'rgatgan. Lekin miloddan 18-asrda Hind daryosi vodiysidagi ro'y bergan toshqinlar, o'rmon va changalzordagi yovuz maxluqotlarni butunlay vayronaga aylantirib tashlaydi. Hozirgi kunda ham Hindiston o'rmonlarida yiliga 50-60 million aholi maymunlarning hujumi oqibatida o'lib ketadi. Bu ma'lumot fakt ekan. Endi biz qadimgi Hindiston xudolariga to'xtalamiz. Qadimgi Hindiston xudolarining oliy xudosi bu Brahma. Har bir tabaqani o'z jismidan yaratadi, ya'ni Brahma. Misol uchun Brahmani mana bu yerda bu ikkalasi bir-biriga bog'liq mavzu. Bu yerda 4 ta tabaqa bor. Xo'sh, 4 ta tabaqadan birinchisi Brahmanlar, bu Hind ruhoniylari, ikkinchisi Kshatriyalar, bu jangchilar, Shudralar, Vayshilar, dehqon, hunarmand, savdogarlar, Shudralar, xizmatkor va qullar. O'z-o'zida oliy xudo Brahma bo'lgandan keyin ruhoniylar Brahmaning og'zidan, jangchilar qo'lidan, Vayshi, ya'ni dehqon, hunarmand, savdogarlar esa Brahmaning qovurg'asidan, Shudralar va xizmatkor va qullar esa Brahmaning tomonidan yaratiladi. Va undan tashqari 4 ta tabaqaga mansub bo'lmaganlar bu chandallar, ya'ni hazar qilinuvchilar deyiladi. Va o'z-o'zidan demak qadimgi Hindistonda oliy xudo Brahma. Biz 3 ta joyda ko'rdik.
dinini. Demak, Misrda Oliy Xudo eslaringda bo'lsa, dastlab Ptah, ya'ni Memfisning bosh xudosi bo'ladi, keyinchalik Amon-Ra. Mesopotamiyada Oliy Xudo bu Shamash, ya'ni quyosh xudosi. Endi esa bu qadimgi Hindistonda Brahma. Momaqaldiroq xudosi Indra, bu Momaqaldiroq xudosi Indra Mesopotamiyadagi Iyaga to'g'ri keladi, Misrdagi Hapiga to'g'ri keladi. Ganesha bosh filnikiga o'xshagan donishmandlik xudosi, donishmandlik xudosi Totga to'g'ri keladi. Misrdagi Mesopotamiyada donishmandlik xudosi keltirilmagan. Quyosh xudosi bu yerda nomi keltirilmagan, faqat har tong osmon bo'ylab aylanishi keltirilgan. Quyosh xudosi bu yerda o'zlaridek Mesopotamiyada Shamash, Misrda esa Amon-Ra. Va undan tashqari Misr qadimgi Hindistonda sigir muqaddas hisoblanadi. Agar kimdir sigirni o'ldirsa yoki tayoqni, hattoki hozir ham borib agar sigirni tayoq bilan ursanglar, qamalishlaring ham mumkin. Demak, yana bitta qoida bor. Misr Hindistonda bola qaysi tabaqadagi, ota-onasi qaysi tabaqada bo'lsa, o'sha tabaqadan tug'ilgan bo'lsa, o'sha tabaqaga mansub bo'ladi. Endi biz qadimgi Hindistonni davom ettiramiz. Miloddan avvalgi 1-ming-yillikda qadimgi Hindiston. Qadimgi Hindiston miloddan avvalgi 7-6 asrda Hindistonda dastlabki davlatlar vujudga keladi. Bu davlatlar Magadha, Koshala, Malla hisoblanadi. Va bu davlatlarning poytaxti, asrlari keltirilmagan, chunki u haqida ma'lumotlar yo'q. Endi qadimgi Hindistonda boya aytib o'tganimdek, ikkita yirik daryo bor, Hind va Gang daryolari. Hind tog'lari daryosida davlatlar vujudga kelgan, Gang daryosi esa tropik o'rmonlar bilan iborat bo'lgan. Va qadimgi Hindistonda mudofaa devori sifatida mamlakatning shimoli-sharqida joylashgan Himalay tog'lari bo'ladi. Davom etamiz. Maurya davlati. Miloddan avvalgi 327-yilda Hindistonga Makedoniyaning Aleksandr qo'shin kiritadi. Bunga qarshi Chandragupta chiqadi va Chandragupta Maurya davlatiga asos soladi. Va Maurya davlatining poytaxti Pataliputra hisoblanadi. Demak, Maurya davlati nechinchi asrda vujudga kelgan desa, bu miloddan avvalgi 4-asrda bo'ladi. Va miloddan avvalgi 3-asrda podsho Ashoka hukmronligi davrida Maurya rivojlanishda yuksak taraqqiyotga erishadi. Undan tashqari hindlarning yil hisobi bor bolalar, fan va madaniyat mavzusida. Hindlarning yil hisobi 360 kundan iborat. Va hindlar birinchi marta 0 raqamini kiritgan. Nima uchun endi raqamlar ustoz hind raqamlari deyilmaydi desanglar, biz buni arab raqamlari deyishimizga sabab hind raqamlari hindlar nolni kashf qilgan, lekin uni dunyoga tanitgan asarlar arab tilida bo'lgan. Shu sababli arab raqamlari deymiz. Hindistonda ixtiro qilingan ikkinchi narsa bu qo'shinning 4 turi hisoblanadi. Bu shaxmat hozirgi kunda. Va undan tashqari metallga shov berishda hindistonliklar insonni lol qoldirgulik darajaga erishgan. Va hindlarning ikkita eng katta asari Mahabharat va Ramayana dostonlari bu Buyuk Akbar shoh davrida qayta ishlangan. Buyuk Akbar bizadan, ya'ni Boburiylar sulolasidan bo'lgan shaxs. Qadim hindlar, ya'ni sanskrit tilida vujudga kelgan asarlar hisoblanadi. Endi biz boya xudolarni ko'rdik. Endi biz buddaviylik diniga, ya'ni xudolarsiz dinga o'tamiz. Buddaviylik diniga miloddan avvalgi 6-asrda Siddhartha Gautama asos solgan. O'sha davrda Siddhartha Gautama bor yo'g'i 20 yoshda bo'ldi. Va Siddhartha Gautamaning hozirgi kundagi ibodatxonasi bu Bodhdagi Gayadagi Mahabodhi. O'zi ko'p joyda ibodatxonasi bor, o'sha yerda juda katta Budda haykali bor. Siddhartha Gautama o'zi asli shahzoda bo'ladi. U bir kun ko'cha aylanib yurganda munkillagan cholni ko'radi va bedovot dardga chalingan insonni ko'rib, fikrini o'zgartiradi va hayotning ma'nosini topishga chiqib ketadi. Va Siddhartha Gautama izlaydi, hayot ma'nosini topaman deydi. Endi bilmayman, kredit topib ko'rganda nimalardir qiladimi, keyin oxirida Siddhartha Gautama insonning son sanoqsiz tug'ilishini tushunib yetgandan so'ng u ma'rifatga erishadi degan qarash bor. Va Budda so'zining ma'nosi ma'rifatlangan degan ma'noni bildiradi. Va Buddaning ma'rifatga erishganida biz son sanoqsiz insonning tug'ilishi va o'lishini tushunib yetganda deymiz. Shu narsani unutmanglar. Demak, shu bilan Hindiston mavzusi yakunlanadi. Biz qadimgi Xitoy mavzusiga o'tamiz. Bu hozirgi kitoblaringda 6-sinf kitobi 2017 va 2022-yillarda adashmasam 17-18-mavzularga to'g'ri keladi. Qadimgi Xitoy. Qadimgi Xitoyda ham ikkita yirik daryo bor. Huanghe va Yangtze. Qadimgi Xitoyda dastlabki sulola bu Siya hisoblanadi va u miloddan 3-mingillikda Xitoy hududidagi Huanghe daryosida vujudga kelgan davlat hisoblanadi. Siya sulolasini keyinchalik Shan qabilasi boshlig'i taxtdan ag'daradi, Siya podshosini,
va o'zining bosh shahri, ya'ni Shan shahri nomidan o'ziga davlat nomini oladi. Va bu davrda beto'xtov urushlar boshlanib ketadi. Keyinchalik Shan davlati zaiflashib qolgandan so'ng miloddan avvalgi 3-ming-yillikning oxirlarida Chijou qabilasi bostirib kiradi va Shan yerlarni o'zinikiga qo'shib oladi va davlatni Chijou deb ataydi va davlati ulkan, juda ulkan bo'ladi. Deyarli Shimoliy Xitoyda, butunlay Shimoliy Xitoyda bosib olganda osmon ostidagi podshohlik deydi, o'zlarini esa osmon o'g'illari deb atashadi. Buni Ossuriyaga o'xshash tomoni bor. Ossuriyada Oshshur shahrini sherlar darasi dedim-ku boya. Hamma o'g'irlangan mahsulot o'sha urushda nima yutib kelsa, o'sha Oshshurga tiqaveradi, olib kelib qo'yaveradi. Keyinchalik u yerda o'g'ir bosib ketadi Oshshurda. Keyinchalik poytaxtni Ninivaga ko'chirishga majbur bo'lib qoladi. Xuddi shunday osmon ostidagi podshohlik ham shunday bo'lib ketadi va miloddan 8-7-asrlarda Chijou davlati markaziy hokimiyat juda zaiflashib ketadi. Va miloddan 7-5-asrda ko'p podshohliklar davri boshlanib ketadi. Va ayni vaqtda Xitoyda kurashayotgan podshohliklar ham ketadi. Esingizda tutinglar, miloddan 7-5-asr ikki xil nomlanadi: ko'p podshohliklar va kurashayotgan podshohliklar. Va miloddan avvalgi 5-3-asrlarda esa Zafariyor degani bu imperiyaning oliy hukmdorlari va ajralib chiqqan davlatlar o'rtasida kurash bo'ladi. Va bu kurash 200 yil davom etadi. Ya'ni Sen podshohligigacha. Va miloddan avvalgi 246-yilda Sen Shixuandi barcha hukmdorlarni yengib, o'z davlati, ya'ni Sen sulolasiga asos soladi. Sen Shixuandi so'zining ma'nosi Senning birinchi hukmdori hisoblanadi. Va o'z davlatini 36 ta viloyatga taqsimlab oladi va hukmdorning har biriga noyob rahbarlarni tayinlaydi. Va Sen Shixuandi o'ziga tirikligi paytidayoq maqbara qurdiradi. Bundan ko'zlangan maqsad Misr bor edi-ku, o'shalar bilan tenglash. Va bu maqbara uchun 720 ming odam ishlatiladi. 37 yil vaqt ketadi. Bu maqbarani Sen Shixuandini bittagina Sen Shixuandini qo'riqlash uchun 6000 ta sopol haykalcha yasaladi. Ammo keyinchalik ko'chmanchi qonlarning hujumlari natijasi kuchayadi va bu esa Buyuk Xitoy devorini ta'mirlash ishlarini olib borishga va 1 million aholini o'sha ishga jalb qilishga majbur etadi. Va o'zi aslida Buyuk Xitoy devori miloddan 4-asrda qurilishi boshlangan va bu Buyuk Xitoy devorining balandligi 6-10 metrgacha, ba'zi joylar 6, ba'zi joylar 10 metr, qalinligi degani eni 5-8 metr, uzun, ya'ni bu degan otliq qo'shin bemalol yura oladi degani ustida. Uzunligi esa qariyb 4000 kilometr. Endi Sen davlatini bildik. Sen davlatining parchalanishi. Miloddan 206-yilda dehqonlar qo'zg'olon ko'taradi va bu qo'zg'olonga Liu Ban boshchilik qiladi. Qo'zg'olonchilar poytaxtni egallaydi va shu tariqa Sen podshohligi tugatiladi. Va keyinchalik bu davlat Udi davrida eng katta davlatga aylanadi. Xitoy mavzusida 3 ta qo'zg'olon bor: qizil qoshlilar, sariq ro'mollilar va Liu Ban qo'zg'oloni. Liu Ban qo'zg'oloni o'ziga xosligi bu poytaxtni egallanishi, qizil qoshlilarning o'ziga xosligi butun mamlakat bo'ylab milod boshlarida bo'lgan va butun mamlakat bo'ylab rivojlanishi, sariq ro'mollilar esa bu yerda hukmdorning yaxshi qurollangan harbiy ta'lim qo'shinlariga ega bo'lgan qo'shinning bostirilishi bo'ladi. Va keyinchalik qonlar hujumi natijasida Han imperiyasi ham 3 ga bo'linib ketadi. Milodiy 3-asrda bu Wei Shu U davlatlari. Shu tariqa Xitoy mavzusi yakunlanadi. Endi biz qadimgi Xitoy madaniyatiga to'xtalamiz. Qadimgi Xitoy madaniyati. Qadimgi Xitoyda eng katta asosiy soha bu dehqonchilik ekinlari hisoblanadi. Dehqonchilik ekinlarining eng asosiylari javdar va bug'doy hisoblanadi. Bu degani qadimgi xitoyliklar faqat va javdar va bug'doy ekishgan. Ular yozuvda bambuk taxtachilaridan foydalanishadi. Keyinchalik bambuk o'rnidan shoyga o'tiladi. Miloddan avval 2,5 ming yil muqaddam aynan shoyga o'tiladi va miloddan avval 1-asrda esa qog'ozga o'tiladi. Lekin dastlab qog'oz faqatgina oliy hukmdor farmonlari uchun ishlatiladi. Mana bu hozir sizlar sotib olasizlar choy, mana bir quticha choy bor-ku, o'shanga bitta qog'oz almashingan. Va bitta otga bitta qog'oz berilgan va shuncha choy berilgan. Shu tariqa Xitoyda keyinchalik kompas yaratiladi. Kompas qanday tarzda? Kompasda o'sha xitoyliklarning fikricha kompas janubni ko'rsatib turish kerak bo'ladi. Va undan tashqari xitoyliklar zilzilani aniqlab beruvchi seysmografni ham ixtiro qilishadi. Seysmograf sizlarga savol tushgan, sertifikat savollarida ham va DTM savollarida ham men e'tiborga aytganman. Qurbaqa hayvon bor-ku, o'sha zilzilani oldin aniqlab beruvchi hayvon sifatida ko'rsatilgan.
Shunda Xitoy mavzusini yakunlab oldik. O'zbekiston hududidagi ilk davlatlar. Bu qisqa mavzu. O'zbekiston hududidagi ilk davlatlarga e'tiborlaringni qaratib o'tishim kerak, chunki bu mavzu sizlarga deyarli 19-20-mavzular bo'ladi. O'zbekiston hududida davlatlar, ya'ni miloddan avvalgi 1-ming-yillik desak bo'ladi. Qaysi xalqlar yashagan? Sug'diyona, Xorazm, Baqtriya, Massagit va Saklar. Sug'diyonaliklar Zarafshon, Qashqadaryo vohasida yashagan, dehqonchilik bilan shug'ullanib kelgan xalq. Yunon yozma manbalarida buyuk hududni Sug'diyona deb nomlashgan va mazkur hududdagi aholini Sug'diylar deyishgan. Sug'diyonaliklar oltasi qadimgi dunyo tarixida uncha ko'p keltirilmagan, ular jangda qatnashganligi keltirilgan, lekin keyinchalik sug'dlar yettinchi O'zbekiston tarixida savdo sohasida juda ko'p yetakchi bo'lganligi uchun juda ko'p tilga olinadi. Va hozirgi sug'dlar, sizlar bitta narsani unutmanglar, savdoda e'tibor bersanglar, G'ijduvon, Urgut, Tayloq juda savdogarchilar ular. Ana shu sug'dlarni qoni bor shularda. Keyinchalik Xorazmliklar, bular Amudaryoning quyi oqimida yashab o'tgan o'troq dehqonliklar. Sug'diyonaliklar ham dehqonchilik bilan shug'ullangan, lekin Xorazmliklar o'troq dehqonchilik bilan shug'ullangan. Shuni esdan chiqarmanglar. Xo'sh, bir daqiqa. Davom etamiz. Xo'p, Xorazmliklar bu Amudaryo quyi oqimida yashagan, ular asosan o'troq dehqonchilik bilan shug'ullangan. Xorazmliklarning o'troq dehqonchiligi asosan bu Amudaryoga yordam bergan. Xo'sh, endi ularni Yunon manbalarida Xorasmiya deb atashgan. Va Xorazmliklarning va Sug'diylarning eng yaqin qo'shnilari bu Baqtriyaliklar hisoblanadi. Qadimgi Xorazm va qadimgi Baqtriya davlati miloddan avvalgi 7-asrda vujudga kelgan. Va bu davlatga ikkita hudud kirgan, Marg'iyona va Sug'di hududlari bu Baqtriyaning siyosiy ta'siri ostida bo'lgan. Va Baqtriyaga hozirgi Surxon, Afg'onistonning shimoli va Tojikistonning janubiy hududlari kirgan. Yunon Rim mualliflari bu yerlarni Baqtriyana yoki Baqtriya deb ataganlar. Davom etamiz. Poytaxti Baqtra, ya'ni Zaryasp. Baqtriya o'zining lali, ya'ni lojivordi bilan mashhur hisoblanadi. Demak, Baqtriya loli to'g'risida hattoki Osiriya manbalarida ham ma'lumotlar uchraydi deb keltirilyapti, e'tibor bersanglar. Davom etamiz. Massagitlar cho'llar va Amudaryo bo'yida yashagan va Amudaryo bo'ylarida yashagan ko'chmanchi xalqlar hisoblanadi. Saklar esa tog', dasht, cho'lda yashagan. Ya'ni yashash hududiga farqiga boringlar. Va saklar 3 guruhga bo'linadi. Sakatigra-Xauda, Sakatiya-Taradaraya va Saka-Xamuorka. Sakatigra-Xauda bu o'tkir uchli kigiz kalpoq kiyib yuruvchilar. Eslaringda bo'lsa, Ahamoniylarda mavzusida Dorobir aynan o'tkir uchli kigiz kalpoq kiyib yuruvchilar ustiga yurish qilishi va ularning boshlig'i Sukun haykaliga keltirib o'tilgan. Bu manba Baqtriya qoyatoshlarida. Va aynan bu xalq Sakatigra-Xauda hisoblanib, ular Toshkent viloyati va Janubiy Qozog'iston hududlarida yashagan. Sakatiya-Taradaraya bu daryoning narigi tomonida yashovchi saklar deb atalgan. Ular Orol dengizi bo'ylari va Sirdaryoning quyi oqimida yashagan xalqlar hisoblanadi. Va Saka-Xamuorka bu Pomirning tog'li tumanlari Farg'ona hududlarida yashagan xalq hisoblanadi. Va Saka-Xamuorkaning ma'nosi muqaddas ichimlikka sig'inuvchi xalqlar hisoblanadi. Va endi biz pastdagi 2022-yilgi ma'lumotga to'xtalamiz. Bu Ktesi haqida. Ktesi bu Yunon tarixchisi. Miloddan avvalgi 5-4-asrlarda yashab o'tgan shaxs. U Forsohi Artaxerxes saroyida yashab o'tgan va saroy tabibi bo'lgan. Bolalar, ertaga sizlarga Nin haqida, Oksiar haqida, Artaxerxes haqida ma'lumot tushishi mumkin. Artaxerxes nechinchi asrda yoki Nin nechinchi asrda yoki Oksiar nechinchi asrda yashagan desa, bu miloddan avvalgi 5-4-asrlar bo'ladi. Tushundinglarmi? Davom etamiz. Xo'sh, keyingi mavzumiz. Xo'p, bu yerda manzilgohlar keltirilgan. Afrosiyob bu hozirgi Samarqandning sharqiy chegarasi, miloddan avvalgi 8-7-asrda buyuk shoh nomiga aytab qurilgan hudud. Ya'ni Afrosiyob degan qirol bo'lgan.
o'sha kishi nomidan qolgan. Ko'ktepa esa bu Zarafshon vohasi, Yerqo'rg'on va Uzunqir Qashqadaryo vohasiga to'g'ri kelishi, Ko'zaliqir Xorazmga, Qiziltepa Surxondaryo vohasiga to'g'ri keladi. Va bu shaharlarning yoshi 2700 yildan kam emas. Demak, milodga 7-asrda vujudga kelgan degan. Va undan tashqari milodga 6-asrda xorazmliklar Ko'zaliqir qal'asida saroy qurishgan. Va u turli xona ekanligi, arpa bug'doy saqlanganligi. O'zi arpa bug'doy saqlangan joylar bu Xorazmda Ko'zaliqirda keltirilgan va Surxondaryo vohasidagi Muzrabot tumanidagi Soqoli tepada keltirilgan. Mana shu ma'lumotlarni bir-biriga bog'laymiz. Va oxirgi mavzumiz bugungi darsimiz bo'yicha Zardushtiylik. Xo'p, Zardushtiylik miloddan avvalgi 1-ming-yillikda vujudga kelgan din hisoblanadi. Zardushtiylikning asoschisi bu Zardusht. Yevropada uni Zoroastr deyishgan, ya'ni kohin, olim deyishgan. Zardushtiylikning muqaddas kitobi Avesto. Avesto so'zining ma'nosi qat'iy belgilangan qonun-qoidalar. Va e'tiborga eslaringda bo'lsa, Turon degan nom ham, ya'ni Turon hududining nomi ham birinchi marta Avesto kitobida tilga olingan. Zardush o'z vazlarini, matnlarini milod kohinlarga yozdirgan. Buning ilk qismi miloddan avvalgi 9-8-asrda vujudga keladi va miloddan avvalgi 3-asrda 21 ta kitobga jamlangan. Ko'proq Zardushtiylikni ulug' din sifatida ko'targan davlat bu Ahamoniylar, keyinchalik Sosoniylar bo'ladi. Avesto matnlariga sharh esa Zand deb yuritiladi. Makedoniya Aleksandr Avesto juda ko'p kitobini yo'q qo'yib yuborgan. 12000 qoramol terisiga yozilgan kitobni yo'q qo'yib yuborgan. Va Avesto matnlarini birinchi marta o'qigan shaxs Duperron hisoblanadi. Demak, Avesto matnlari, Avesto, ya'ni Zardushtlik dinining xudolari. Ahuramazda ulug' va donishmand oliy xudo. Demak, Ahuramazda Misrdagi oliy xudo Ptahga va Mesopotamiyadagi oliy xudo esa Shamashga va Hindistondagi oliy xudo Brahmaga to'g'ri keladi. Endi ikkinchi tomoni donishmandligi bo'yicha Misrdagi Totga, Mesopotamiyada donishmandlik xudosi bor edimi, yo'qmi? Ganesha bu Hindistonda edi, Mesopotamiyada yo'q edi adashmasam. Va quyosh xudosi Mitra, quyosh yorug'lik sifatida Misrdagi Amon-Raga, Mesopotamiyadagi Shamashga, keyinchalik Yunonistonlarga o'tib ketsak bo'ladi. Hindistondagi quyosh xudosining nomi keltiriladi. Ahriman yovuzlik va o'lim xudosi faqat Zardushtiylikda keltirilgan. Anahita hosildorlik xudosi bo'yicha Misrda Apisga, suv xudosi bo'yicha Hapiga. Mesopotamiyada hosildorlik xudosi adashmasam yo'q edi, suv xudosi bor Iyaga to'g'ri keladi. Va shu tariqa Zardushtiylik dini ham yakunlanadi. Va ko'zning nuri bu o'qish ekanligi va Zardushtlar kuylagan qasdlarning biri quyosh madhi ekanligi keltirilgan. Va yana bitta narsani aytib o'tib ketaman. Zardusht 30 yoshda payg'ambar bo'lgan va Zardushtilarda shunday narsa keltirilgan. Zardushtilarda turmush qurishda yigit va qiz kurash tushadi va kim yutsa o'sha oilani boshqargan. Ya'ni matriarxat bilan patriarxat bilan o'sha narsaga e'tibor ketgan. Va Zardushtiliklarda, Zardushtilik dinida odam o'lsa tog' tepasiga qo'yilgan va uni har xil mahluqotlar yeb ketgan va keyinchalik uning suyaklari yomg'irlarda ivib toza bo'lgandan so'ng Ossuari suyakdorlarga qo'yilgan degan qarash mavjud. Lekin Gerodotning ba'zi manbalarida esa inson va ko'plab insonlarning vafot etishi, bu tog'larga chiqarilgan insonlarning jasadlari natijasida kasalliklar tarqaladi va ularda yangi soha vujudga keladi. Inson vafot etgandan keyin uni qozonga solib, ba'zi joylardan kesib tashlanadi tagini, uni qozonga solib qaynatadi va keyinchalik u inson yaxshi qaynatsanglar, go'sht suyakdan tez ajraladi-ku. Bu Gerodot asarlarida shunday qarash mavjud bo'lgan. Shu tariqa 6-sinf 11-20 mavzularimiz tugadi. Mana bu mavzularimiz bo'yicha Mesopotamiyadan boshlab Zardushtlikkacha o'tib berdim. Tushuncha berdim va endi biz hech bo'lmasam bir 15-20 ta milliy sertifikat savollarini ko'rishimiz kerak. Xo'sh, bu yog'iga rekordingni yakunlaymiz. Demak, darsligimiz bo'yicha bepul marafonning 2-kun darsligi yakunlandi. Endi biz to'g'ridan-to'g'ri test tahliliga o'tamiz. Test tahlilini faqat ovoz yozib olinadi. Bu yog'iga ovozsiz ketadi. Xo'p, demak, va biz bu savollarga o'tib olishimiz kerak. 1 daqiqa kutib turasizlar. Xo'sh.
kitoblar ma'lumotlarni yuklab ketaveraman bolalar. O'zlaring ko'rib olaverasizlar. Chunki o'sha bilasizlar bitta kanal men o'zimda Ligatori kanalida ma'lumotlar yuklanib ketyapti. O'sha kanalga o'tib ma'lumotlarni bemalol ko'rishlaring mumkin. Hozir esa biz sizlar bilan savol tahlil qilamiz. Chunki savol tahlil bizga juda kerak. Kerakli ma'lumotlar juda ko'p. Va buni imkon qadar saqlab qo'yinglar bir joylarga. Chunki hozir kerak bo'ladi sizlarga. Va ozroq muddat kutib turasizlar. Internet biroz qotyapti. Yuklab olish qiyin bo'lyapti. Ketdik. Demak, birinchi savol. Ko'proq hozir birinchi savol 6 sinfda tashlayapman. Sizlarga kerak bo'ladigan kitob bo'lganligi uchun. Kommentariyaga tashlayman, kommentariyadan davom etib ketaveramiz. Demak, birinchi savol. Qiyin bo'lyapti, yuklolmayaptimi, bilmadim. Rimning respublikaga aylanish va qaysi tarixiy voqeaga ortidan ro'y bergan degan savol kelyapti. Va bunda 4 ta javob keltirilyapti. Xo'p, A javobimizda Rimning tuba aholisi patritsiylar, Rimga ko'chib kelgan odamlar va ularning avlodlari plebeylar o'rtasidagi kelishmovchiliklar deyilyapti. B javobimizda esa Mag'rur Tarquiniyning kishi mamlakatda saylab qo'yilgan hukmdorni o'ldirib hokimiyatga chiqishi. C javobda esa Rimning barcha fuqarolar mavqeyidan qat'iy nazar qonun oldida tengligi deb hisoblangan qonunlar qabul qilinishi va D javobda asosan plebeylardan iborat bo'lgan Rim qo'shinlarining ustiga ko'tarishi. Men javoblarni qani ko'raychi, birinchi javoblarni ko'raylik. Agar yaxshi javob bersanglar, o'shanga qarab aytib ketaman to'g'ri, noto'g'ri ekanligini. Yaxshi javoblar kelyapti. Yomon emas. Iltimos qilaman, boshqa mavzu bo'yicha yozishmanglar chatda, faqat meni savollarimga javob yozinglar, harakat qilinglar. Chunki boshqa yozuvda yozsanglar, chalg'ib ketasizlar. Yaxshi. Miloddan avvalgi 509-yilda Rim respublika deb e'lon qilinadi. Va bu e'tibor beringlar, bitta narsani to'g'ri tushuninglar. Yilda asrga aylantirib ketishimisak, bu asrga aylantirsak, bu miloddan avvalgi 6-asr oxiri bo'ladi. Mana shunday tarzda tahlil qilsanglar, sizlarga o'zlariga ko'proq foyda keltirib o'tadi deb o'ylayman. Xo'sh, davom etamiz. Demak, hozirgi mavzularing bo'yicha ham savol tashlay. Xo'sh, demak, xronologik ketma-ket, ya'ni savolimiz, ikkinchi savolimiz xronologiyaga bog'liq bo'lsin. Ertaga testda sertifikatga sizlarga shunday savol tushib bersa, shuni ishlab tashlab chiqsanglar bo'ladi bemalol.
Xo'sh, demak. Qani ketdik. Ishlab ko'ramiz. Xo'sh, qani ishlaymiz. Bolalar, men kutyapman ishlashlaringni. Sejob. Yaxshi. Ovozim bo'lmayaptimi? Diyor hozir o'chirganim. Men onlaynda ko'pchilikni nazorat qilib bo'lmayapti, offlayndagidek emas. Onlaynda ko'proq sizlarni ko'ra olmayapman. Nazorat qila olmayapman. Offlaynda bo'lsa boshqacha qilib savol javob qilsak bo'ladi. Demak, xo'sh. Buni tahlil etishimiz kerak, bolalar. Tahlil qanday bo'ladi? Savolni tahlil qilishni o'rganinglar. Birinchi o'rinda Avesta, demak savolimiz nimadan iborat? Quyidagi tarixiy voqealar, ya'ni ma'lumotlarni to'g'ri xronologik ketma-ketlikda ko'rsatilgan javob bilan yozing. Demak, birinchi ma'lumotimiz Avestoning ilk qismi paydo bo'ldi. Bu miloddan avvalgi 9-8 asrlar. Xo'p, keyin ikkinchisi Buyuk Xitoy devorining qurilishi boshlandi. Hozir o'tgan narsamiz miloddan avvalgi 4-asr. Xo'p, ketdik. Qadimgi Baxteriya davlati tashkil topdi. Hozir bu narsani ham o'tdik. Qadimgi Xorazm va qadimgi Baxteriya davlati miloddan avvalgi 7-asr. Xo'p, Chijo davlati markaziy hokimiyat zaiflashdi. Buni ham hozir o'tdik. Eslaringda bo'lsa, bu miloddan avvalgi 8-7-asrlar. Va keyingi savolimiz buddavilik diniga asos solindi. Bu miloddan avvalgi 6-asr. Va Ashoka davrida Maurya davlati yuksak taraqqiyotga erishdi. Bu Maurya davlatiga o'z Chandragupta asos solgan va Ashoka bu miloddan avvalgi 3-asr. Va mana shunday tarzda sizlar tahlil etsanglar va shunday tarzda tashlasanglar, ichkarida ishlab chiqsanglar, bemalol javoblarining to'g'ri javob C javob. Mana shunday tarzda tahlil qilishimiz kerak. Qisqacha qilib aytganda, qanday savol turi keladi, qanday savol turi kelmaydi, uni o'ylagandan ko'ra savollarni tahlil qilishimiz kerak. Men ichkariga kirganim uchun so'z test ola olamanmi, sertifikat ola olamanmi? Har xil fikr hammada yuribdi, bilaman. Lekin testni tahlil qilsanglar, mana shu 30 kun marafonda mana 20 ta mavzu o'tdik. Hali buni savol javob qila olganimiz yo'q. Nasib Xudo xohlasa, buni bir 3 kun 4 kunlikda yig'ib bir savol javob qilamiz. O'shanga ham tayyor bo'lishimiz kerak. O'shanda mikrofonlarni yoqib, hamma savol javobda faol qatnashishlari kerak. Faqat eshitishdan natija chiqmaydi, savol javobdan ham natija chiqadi. Xo'p, endi bolalar, savollarga javob beraman. Savollar bormi? Dars bo'yicha, mavzu bo'yicha. Marhamat, bemalol savollarni yozinglar. Savollaringga javob beraman.